alimentni ozroq to'lash uchun oyligi past ishlarga kirib olishyapti ba'zi yigitlar. Nima deysiz shunga? Bular eng pastkash erkaklar bular. Jamiyat uchun, oilasi uchun, millat uchun eng pastkash insonlar. Nimaga bilasizmi? O'zi savolingiz noto'g'ri. Agar u aliment past to'layotgan emas, agar aliment to'lashlik darajasiga kelgan bo'lsa, bu erkak yaxshi inson emas. Nima bo'lgan taqdirda ham. Chunki erkak kishi bolani yetim qoldirmaydi. Gapni lo'ndasi. Pushti kamaridan bo'lgan, o'zini vujudidan chiqqan bolani yetim qilib qoldirib qo'yapti. Bu erkak yaxshi inson emas. Nima yaxshilik kutish kerak? Sabab nima bo'lishidan qat'iy nazar aka? Farzand ko'p. Endi qarang. Aliment to'lash uchun hozir kirib olyapti deyapsiz. Nima maqsad? Kamroq pul berish. Pastkash bu. Bolasi uchun qizg'anayotgan bo'lsa. Bitta narsani bilib oling, rizq buni qo'lida bas. U bolani aliment bersa ham, bermasa ham Xudo rizqini bitib qo'ygan. Lekin bu yerda bitta sababiyat degan narsa bor. Bu inson qanchalik uni rizqini kamroq berishlik uchun harakat qilyaptimi, Xudo bu tomondan bu bandani ham rizqini kesib qo'yadi. Chunki harakati shu-da. Maqsadi shu, kamaytirish. Bu banda ekan. Adolatli zotni bandasi biz. Avvalo ajrashmaslik kerak. Pushti kamardan bo'lgan farzandini ko'chada qoldirib qo'ygan erkakda yaxshilik yo'q. Bo'p turib shunaqa qilyapgan bo'lsa pastkash erkaklar, boshqa gap yo'q bular.